Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi boqilayotgan bo'zalarimizni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizni rivoji uchun like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Jonivorlar mana ko'rishingiz mumkin. Bular shu Simmental gibrid, Greenford gibrid shunaqa parvoda bo'zalar. Bularcha kichikroq mana. Jonivor ham ancha keng shu boquvda yemlanayotgan mana ko'rishingiz mumkin. Ancha keng olagan mana, ammo yelkalarini ham ko'rlar, to'shlarini mana jonivor. Rasa kurayor ekan paytda, xudo xolasa, rasa o'ziga olayotgan paytda mana tulab yaxshi qo'shayotgan jonivor. Bu olinganiga shu 45 kun 2 oy bo'lib qolibdi. Hozir olingan vaqtda 430 kg kelgan ekan tiri vazni. Hozirgi kunda shu 480 500 ga borib bormay shunaqa, xudo xolasa. Alloh adashtirmasa, yaxshi bu ham. Ancha qo'pol polvon bo'za ekan. Bu mollarga 4 kg silyoz hamda somo aralashgani, 1,5 kg kepay hamda kunjara beryapti. Kunjarani ham manaqangi taxta kunjarani mana shunaqangi kunjarani uyutib, shunday uyutib berilyapti. Bir mahaliga kunjara ham 1,5 kg, bu kepay, bug'doy yorma, makka yorma aralashgan ekan bu. Bu ham 1,5 kg, 1 kg 800 shunaqa ekan. Bir mahaliga beryapti. Mo silyoz somonda 4 kg dan beryapti bir mahaliga. Mol hozirgi kunda yaxshi, ashi yemlar yeyotgan hisobiga yaxshi qo'shyapti o'ziga. Badanlari ham ancha yaxshi, mana ko'rishingiz mumkin jonivor. Bular shu kichkinalari, bularga ham olinganiga shu 4 oycha bo'lib qolibdi, jonivorlar yaxshi ketyapti mana. Bular ham shu Simmental gibrid, Greenford gibrid shunaqa endi aralash. Bular ham iliklari qo'pol, shu o'simi bor yaxshi mollar ekan mana. Bularga ham shu silyoz somo aralashtirib, bir 1,5 kg atrofida bir mahaliga kepay, bug'doy, makka yormani aralashtirib berilyapti ekan. Endi asosan shu yemga boqilayotgan mollar mana shunaqa holatda yemlanyapti ekan. Jonivor mana endi bo'yinga olishni boshlayapti ekan. Orqalari, qo'llarining oralari ancha keng bo'lib qo'ygan mana jonivor. Yaxshi mol. Mana ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, biz videomizni yakunladik. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Rahmat, salomat bo'linglar.